Assalomu alaykum. Qani sizlarga hammaga bir maslahatmi? Yana oq svet yon katirgan bo'lsa, nechalar yo'lgacha, necha metrgacha ko'zingiz ko'rmay turadi. Yana arkamda bir kat yana oq svet yana. Hozir oldimizdan biri o'tdi. Yana bu yoqda yana kat yana. Oq bo'lib yonadan ksenon lampochka bo'lsa, necha metrgacha ko'zingiz ko'rmay turadi. Endi javoblaringizni kommentariyada kutib qolaman. Yana oq svet kelishini qarang, voy, ko'z ko'rmay qoldi o'zlari boquvga tushganda. Yana boshini qarang. Yana oppoq. Yana bam shu oppoq svet ikkisar. Buni nov desizlar, qani necha metrgacha ko'zingiz ko'rmay turadi shu oq svet. Streshnik yotgan mashinada oq svet yonsa, oq lampochka ksenon necha metrgacha ko'zingiz ko'rmay turadi. Kommentariyada javobingizni kutib qolaman.